Xudo xolasa bir qator pastroqqa tushirsa ham bo'lardi. Mana azizlar tutun totishi, tutunni aylantirib so'rayapti aka. Mana zo'r, Xudo xolasa. Juda chiroyli. Endi bunisiga o'taylik aka. Mana kichkina qozonimizni ham ko'rib qo'yamiz. Qay shaklda totayotganini mana. Mana azizlar tutun totishi. Pastroqqa tushirsangiz yaqinroqqa borib, ashna tutunni zo'roq bo'lib ketadi. Mana azizlar kak pelisos. Tutun totishi hammaga qiziq bo'lgan jarayonda ham suvni qaynashi. Mana qozonlarimizda suvlar qaynadi. Ozgina o'tin bilan suvlarimiz уже qaynadi mana azizlar. Mana shu yon taraflaridan mana ko'rsatsak ham bo'ladi. Tutun yonidan uvog'i ham chiqmaydi. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Joyimiz ham rosa ikkita o'choq, bitta tandir ham bo'lsa ekan. Yonlariga tovoqlarni qo'ysa bo'ladi. Narigi yoniga savat qo'ysa bo'ladigan joy qildik mana bu tarafiga. Bemalol savat qo'ysa bo'ladi. Ja endi hali issiqda qizib, yonib ketsa, mayga kelib, mo'ykada betini yuvib, idish tovog'ini yuvib ketaveradi. Xudo xolasa mana yoniga mo'ykalar qildik. Chiroylikgina, ko'kligina bo'ldi, Xudo xolasa. Endi azizlar, mana shu Buxoro viloyatini Kogon tumaniga Vahobiddin Naqshbandiy hazratlarini Bahobiddin Naqshbandiy hazratlarini maqbaralarini yonginasida ekan bu Hoji tog'amizning uylari. Bo'ron Hoji tog'amiz mana Hoji tog'a ishlarimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Rahmat. Xudo xolasa yaxshi kunlarga, to'ylarga, marosimlarga maza qilib ishlating. Inshaalloh bitta duo qilib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Mehr kulol. Muxlislari. Mana ukamiz Vodiydan kelib, mana 2 kun bizlarning xizmatimizni qilib, mana shu yerda tandir, o'choq, mo'yka qurib, nima qilib bulardan biz minnatdormiz. Alloh rozi bo'lsin. Bular hamma vaqt sog' salomat bo'lsin. Nima o'rtavasangiz bo'lsa, o'rtavasangiz yetsin. Amin. Qo'llari dard ko'rmasin. Aytganingiz. Hamma vaqtda shu yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Bitta duo qiling mana shu joyga. Amin. Yo Rabbim, yurtimiz tinch, xonadonimiz obod, dasturxonimiz to'kil sochib bo'lsin. Allohim seni fazl va barakoting ustimizga yomg'irdek yog'ib tursin. Bizlarni bu dunyoda ham oxiratda ham manzil makonlarimizni obod aylagin. Bizlarga keng fe'l ketmas davlat bergin. Mana shu ukalarimiz sog' salomat kelibdi. Ularning oilariga sog' salomat yetkazgin. Oilalariga sog'lik, tinchlik tilayman. Hammaning oilalariga tinchlik, sog'lik